O'g'il bolalar, do'ppimizni bunday yerga qo'yib turib bir o'ylanib ko'raylik. Ko'chadan faqat yaxshi gapimizni olib kelaylik ota-onalarning oldiga. Ota-ona u qoppas axlat tashlaydigan. Ko'chadagi qiyinchilik, ko'chadagi yetishmoqchilik, ko'chadagi muammo, mushkulotlarni ko'tarib olib kelib, ota-onaga to'kib yayladi banda. Yoziladi. Bir o'sha bolalar bilan gaplashgan edim. Ota-onaga aytish kerak emas desam, nimaga deydi? Nimaga aytish kerak desam, yoziladi matin deydi. To'g'ri, ota-onagasi yozilasan, ota-onang nima bo'ladi? Sendan boshqa yana 5 ta farzandi bor edi. Endi ular ham hammasi kelib turib shu boyagi g'amini, tashvishini tashaversa ota-onaga, ota-ona nima bo'ladi? Tezroq tugaydi-da. O'shuning uchun kenja farzandlar bormi, ota bilan qolganlar? Bormi? Qo'l ko'tarib qo'yinglar-da. Aka-ukalar chiqib ketgan. Ha, sizlarga bitta narsa o'rgatib qo'yaman. Shunaqa g'idi qilayotganda, aka, "Maqqa chiqing" deb turib, "Necha kirdingiz?" 45 ga kirdingiz. Men 25 ga kirdim. Siz 45 yil ota dedingiz, 45 yil ona dedingiz. Menga ham qolsin bular. Olib kelsanglar, yaxshi gaplarni gapiringlar. Bo'lmasam ko'chaga tashlab qolsam, kelmanglar.